Shuhrat aka, videomiz so'ngida o'ramizda yo'q u afsonaga aylanib bo'lgan Roma polvon hamda oq kema haqida qisqacha bitta aytib ketsangiz. Endi Roma polvon deganda, Roma polvon tushunish uchun qanday desa, talant bola edi. Xudo taoloni bergan rizqini, barakasini bergan bola edi. Shu u o'zini ko'rsatishda, reklama qilishda yomon ko'raydi. U imijini borib trenirovka qilib, imijini kelib o'zini ishini qilardi. Birovni hech qachon yomon demasdi, birovga yomonlik ham qilmasdi. Agar bu birovdan masalan tayoq yeganda ham meni paloncha urdi deb hech qachon gapirib kelgan bo'la emas. Oq kemaga kelsak, Roma bilan ikkovining xarakteri bir xil o'tadi. Bir-biriga rosa tushgan. Ikkovi bir oq kema bilan Roma ikkovi xuddi bir joyda katta bo'lib, birga o'sgan ot bola jura ikkovi xuddi jurada edi. Oq kemani uncha odam takamisiga ishlatib, takamisiga olib yura olmasdi. Lekin Roma oldi. Roma uni urmasdi, surmasdi, lekin Romani aytganini qilardi. Ishlatardi. Roma mahkam ishlatardi oq kemani. Panteralarning iski emasdi. Chunki panteraga kuchim yetmaydi, bo'yniga oladi Xudoyim taolo. Joy jannatda bo'lsin. Lekin buni aytayapman-ku, shu yaxshi ko'rgan ot ham oq kema edi. Boshqa otning iski emasdi. Men uni kattaligida, yo'q falonida deydim, yo'q. Ikkovining xarakteri bir-biriga mos tushadi. Agar borgan kuni biz ko'pkariga borib shu oq kemani minmasa, mendan 15-20 kun xafa bo'lib telefonlarimni ko'tarmay qochib yurardi. Lekin ikkovi ham bir-biriga xarakterli edi. Roma ham xarakteri bor edi, oq kemani ham xarakteri bor. Kamizgimi? Shuhrat Samol akamizni mashhur oq kemasida marhamatlar. Ramazon polvoni bo'lsa, Navoiyda bahorda beg'ubor polvoni. Toshkentda Ko'ma bo'lsa, Navoiyda Romazi. Mashhur Roma bo'lsa,